Rahmatulloh. Mana shu sal ko'rinib turibdi, ko'k gumbaz o minoraning orqasida ekan. Ko'rdinglar-mi? Sal 3 ko'rinib turibdi. Ana shu ko'k gumbazning ostida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamda ravzalari, ya'ni qabrlari joylashgan. Ana shu joyga dafn qilingan. Payg'ambarimizning yonida yana ikkita sahoba, Hazrat Abu Bakr va Hazrat Umar radhiyallohu anhu, jami 3 kishi ana shu joyda dafn qilingan. Payg'ambarimiz o'zlarini uylariga dafn qilingan. O'zlari yashayotgan uylariga dafn qilingan. Avval payg'ambarimiz uylari bilan payg'ambarimiz masjidining orasida bitta devor bo'lgan, xolos. Eshikni ochib nari yoqqa o'tsa masjidga chiqib qolganlar, eshikni ochib bu yoqqa o'tsa uyga kirib qolganlar. Uyi bilan masjidining orasida bitta devor bo'lgan, xolos. Ana shu Oysha onam bilan yashaydigan uylari bo'lgan. Ana shu joyda vafot qilganlar. O'zlarini Oysha onami nima quchoqlarida ana shu hujralarda vafot qilgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam vafot qilganlarida sahobalar yig'ilishib nima qilishgan? Maslahat qilishgan. Qayerga dafn qilamiz payg'ambarimiz? Bizga aytmasdan ketgan edi, vasiyat qilmagan edi. Mana bu joyga dafn qilinglar demagan edi. Qayerga dafn qilamiz deb unisi bittasi aytganki Makkaga olib borib dafn qilaylik degan. Bittasi mana bu qabriston, Baqiy qabristoni. Mana shu joyga dafn qilaylik degan. Yana birlari Falastinga olib borib, Falastin Masjidul Aqsoda dafn qilaylik. U joyda kim? Buyuk payg'ambarlar bor. İbrahim alayhissalom va u kishining zurriyotlari ana shu joyga dafn qilingan. Payg'ambarlar bilan birga dafn qilaylik degan. Bu gap Oysha onamga yetib borganda Oysha onam aytgan ekanki, sahobalarga yetkizganki gaplarini, men payg'ambarimizning bir gaplarini eshitganman. Menga shunday deganlarki, payg'ambarlar qayerda vafot qilsa ana shu joyga dafn qilinadi degan edilar. Deganidan keyin sahobalar ana shu joy yotgan joylari, to'shaklarini jildirganda ana shu joyda aynan o'zidan vafot qilgan joyning o'zidan nima? Qabr kavlashgan. Yonidan emas, to'shagida jildirib qabr kavlashgan va ana shu joyga dafn qilingan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Bu joyga kelganimizda bu joyda o'qilayotgan namozlar oddiy namoz emas. Bir rakati 1000 rakatga barobar namozlar. Aytganimdek bu joyda 5 vaqt namozni kanda qilmasdan mana shu joyda o'qinglar va undan tashqari nima 100 rakatlab kuniga namoz o'qib olinglar. Qiyomatda mana shu narsalarga muhtoj bo'lamiz. Bir marta sajda qilib olishga ham muhtoj bo'lamiz ekan qiyomatda. Allohga yalinib, yorvorib, bir marta sajda qilib olay, bitta subhanalloh deb olay desa Alloh imkon bermaydi. Hozir imkonimiz bor, sog' salomatmiz, tanamizda jonimiz bor. İmkon qadar ko'proq namozlar o'qib, salovatlar aytasizlar. Mana shu eshikdan kirganinglarda doim erkakmisiz, ayolmisiz payg'ambarimizga salom berasiz. Ana shu ravzalar tarafga qarab assalomu alayka ya Rasululloh deysizlar. Kim salom bersa payg'ambarimizga farishtalar salomini yetkazadi. Sizni nomingizdan yetkazadi. Tushunarliga assalomu alayka, eng soddasi assalomu alayka ya Rasululloh. Mana shu joyda turib salom beraylik. 3 marta ichkariga kirsak yurgizmaydi, tur to'xtatmaydi. Aytaman, qaytarasizlar. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alayka ya Rasululloh. Assalomu alayka ya Nabiyalloh. Assalomu alayka ya Habiballoh. Allahumma salli va sallim va barik alayh. Duo qilaylik ya Rabbi, ushbu aytilgan salovat va salomlarni hammamizni nomimizdan payg'ambarimizga yetkazgin. Ushbu masjidga keldik, o'zingga hamd va sanolar bo'lsin. Sog' salomat yetib keldik. Bu joylarda o'zing rozi bo'ladigan ibodatlarda amalga oshirishlikda bizlarga yordam bergin. Makka-i Mukarramadagi ibodatlarimizni ham qabul qilgin. Xatolarni kechirgin. Gunohlarimizga tavba qildik. Hammasidan bizni forig' qilgin ya Rabbi. Qiyomatda yuzimizni qaro qilib qo'ymagin. Allohumma solli va sallim va barik alayhi bi rahmatika arhamar rohimin. Endi bu joyga kelganinglarda aytganimdek ana shu payg'ambarimizni imom ana shu ko'k gumbazni to'g'risida turadi. Ana shu ko'k gumbazdan orqaga o'tib namozga iqtido qilasizlar. Ko'k gumbazdan oldiga o'tib ketib imomga iqtido qilgan odamni namozi o'tmaydi, qaytadan o'qish kerak. O'zingiz o'qisangiz bo'ladi nafil namozlarni. Masalan, gumbazni oldida yolg'iz o'qisangiz bo'laveradi. Mana shu yerda o'qisangiz ham bo'laveradi yolg'iz. Lekin imomga iqtido qilgan odam
gumbazdan nariyoqqa o'tadi. Ayollarning joyi mana shu hozir yopib qo'yibdi. To'g'ri borganda ko'rsataman, ko'rib olinglar. To'g'ri borganinglarda masjidning yonboshidan ichkariga kiriladi. O to'g'riga borasizlar. Masjidning yonboshida ayollarda nima kiradigan joy bor. Ichga kirsa bo'ladi. Keyin mana shu eshigida eslab qolinglar. Iloji bo'lsa suratga olinglar. 365 orqa tarafiga o'tib ketsanglar, doim oldiga qibla, mana shu men qarab turgan taraf qibla. Orqaga o'tib ketsanglar, odamlar qayoqqa qarab namoz o'qiyapti. Ana shu tarafga qarab yurasizlar. Shunda oldiga kelib qolasizlar. Qiblaga qarab yurasizlar, Ka'ba tarafga qarab. Shuni yaxshilab eslab qolinglar, iloji boricha nima darvozani eshigini ham suratga olinglar. Militsiyalarga ko'rsatsanglar, mana o tarafda, bu tarafda deb mana shuni ko'rsatadi. Mana shu burchakdan chiqqaninglardan keyin chap tarafga yursak, mana o burchakda bizning mehmonxonamiz. Tushunarliga kirib namoz o'qiymiz. Erkak, ayol hammamiz iloji boricha birga o'qishga harakat qilamiz. Undan so'ngra hojiyalar qaytsa bo'ladi. Biz erkaklarni keyin salomiga olib kirib chiqaman. Bilan duo qilib kirasizlar masjidga. Allohim gunohlarimni kechirgin, rahmat eshiklaringni ochgin deb kirasizlar.